Bu videoda biz 10 ta eng qo'rqinchli videoni ko'rib chiqamiz. Va bu videoda faqat men emas, men bilan birga Mirzam akam reaksiya bildiradilar. Eng qizig'i, agarda Mirzam aka 5 tadan ko'p videoda qo'rqsalar, juda ham og'ir topshiriqni bajaradilar. Agarda 5 tadan ko'p videoda qo'rqmasalar, o'sha topshiriqni o'zim bajaraman. Eng qizig'i, bu haqida hali Mirzam aka bilmaydilar. To'g'risi insonlar bo'lishi menga ham qiziq. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hammasini tushungan bo'lsanglar, bo'lmasam boshlaydik. Malladez o'rtali. Uje biza 420 obunachidan ochdik va xudo xolisa bundan keyingi video biza o'rmonda 24 soatimizni o'tkazganimiz haqida bo'ladi. Agarda sizlar u videoni o'tkaza olmasligini xohlasanglar, hozir pastda obuna bo'lish knopkasi bor, hozir o'tib bosib qo'yinglar. Va o'rtoqlar, bilasizlar, 70% dan ko'p odamlar obuna bo'lishdan ko'rsatdi. Shu statistikani kamida 50% ga tushirishimiz kerak. Shu uchun o'rtoqlar, hammani paytda kutaman. Ana endi video boshlandi. Birinchi video. Bilay. Просто tasavvurni hotkim payti shunaqa bo'pti. Bu odam. Nima deb o'ylaysiz? Agarda hayotda shu narsa bo'lganda siz bu narsadan qo'rqamsiz? Menda bo'lgan. Sizda bo'lgan? O'g'aynim tepamga kelgan. Ha, o'g'ayningiz bo'ladi. Sizda bo'lgan. Как будто qilcha qolsa sizda bo'lganda o'yladim. Shunday reaksiya bo'lib o'tganman yuziga. Qo'lim ketib qolgan. Ha, shu tepangizda qorong'ida kelgan uchun reaksiya cho'chib turibdi. Keyin unaqa voqea bo'lgan. Qo'lim gips bo'lganda, yomon tush ko'rganman, shunga o'xshagan. O'shanda ham urib olganman, qo'lim gipsda bo'lganda, qo'lim yomon olgan. Endi hamma xalq reaksiya bildirsa kerak bu narsaga. Sizningcha o'z vashiyatda bu video qo'rqinchli emasmi? Hammaga har xil ta'sir qiladi. Menga qo'rqinchli emas. Sizga qo'rqinchli emas. Просто qo'rqinchli yoki qo'rqinchli emasligi bu muhim. Men uchun qo'rqinchli emas. Taqdiringizga ta'sir qiladi. Bo'lmasam, navbat ikkinchi videoga. Bu bile. Nima bo'lgan sizmi? Ishonasizmi? Hozir mana shunaqa video ham bo'lsa kerak, odamda o'ylab turdim-da. Yo'q-a? Endi hozir yoshimiz katta bo'lib qoldi, yosh paytimiz ko'rib o'tiradi, tikilib qaraydi-da, pach keladi, haqiqatdan cho'chib ketadi. Yoshlikda haqiqatdan bo'lgan. O'rtoqlar, pul shuning uchun bu videolarni men taxlamaganman, ya'ni menga taxlab berishgan, mana shuncha 10 ta qo'rqinch video bor deb. Va bilib, bu просто ko'rib tursiz, kimdir bunda, wow. O'z vashiyatda masalan sizlarni ham shunaqa men bilmayman-ku. Agarda men xonada o'tirganda eshik ochiq bo'lsa, bo'ldi, men prям qo'rqaman yoki deraza ochiq yoki unaqa bo'lsa kimdir xuddi как будто kimdir poylab turadi-da. Bunaqa bor, bo'lishi mumkin. Bu menda eng katta strahlardan biri. Ya'ni hozir eshik qiya ochildi, bitta o'zim o'tiraman, bo'ldi, ket. Har 5 minutga qarab turaman. Men shundan 14 yoshimda men ko'zim ko'p ko'rinish ishlardan bor-ku, shalib. Agar kim haqiqatdan shunaqa bor-ku. Mumkin. Da, birovda bo'lishi mumkin. Bilaman, bu ham sizga qo'rqinchli bo'lmadi. Yo'q. Kutaman lekin qo'rqinchli. Kutaman. Oradan 100 yil o'tdi. Hali ham qo'rqinchli. Qani, bo'lsa davom etamiz. Endi navbat 3-siga. Ono kinosidagi. Manimcha bu как 3D montaj qilingan. Да, montajlagani ну как o'xshamagan qanadir. Multfilm qo'yganmi yo normalmi? Yo'q, billat. Bu ovoz baland ekan. Da. Bu nazar bez, mana bitta bo'da shuni bezdi. Bu nabort berdi. Ha. Agar bitta o'zim bo'lganida prям ortga ketib qolardim. Telefonni otib ora. Bo'ladi, ya'ni. Da. Sizningcha bu qo'rqinchli yoki qo'rqinchli emasmi? Bir kishi bo'lsa qo'rqinchli, temmo'li qorong'i xonada. Ya, aynan shu uchun sizningcha deyman. Qo'rqinchli ekan? Da, bo'ldi. Hisoblab boraylik. Nechinchi video bu? 3-chi video. Ne? Necha qo'rqmaysiz, hisoblab boring. Bitta qo'rqdingiz, ikkita qo'rqmadingiz. Ket. Yo, qo'rqmaysiz, hisoblab boring. Shunda qo'rqmagan faham. Qo'rqmadim, qo'rqinchli. Ya, cho'chitib yuborgan bo'ladi. Endi navbat 4-siga. Voy bile! What? Oui! Nima dedi bor, lekin videoda. Yo, birinchidan men masalan, bilmayman, kimda qanaqa, men real женский крикdan qo'rqaman. Ya'ni ayol kishi prям baqiradi, tomog'ini qirib. Bo'lmagan shu narsa aytadi, hamma как hamma joy so'zdan bilib utopiya bo'lsa ham, aynan o'sha krik bo'lsa bo'ldi menga o'sha как
juda ham qo'rqinchli bo'ladi men uchun. Va ayniqsa men aytdim, no, mana, hop, qaytarib ko'rganimizda prям bilinib turibdi, что qanaqadir kiyim kiyib olgan, uyushtirilgan, как maneken. No, agarda kechqurun bitta o'zi kimni ko'rsa, realni iltimos bilan shu derazadan uzoqroq qo'ying deydi. Vizor bola qilib kelay deydi. Voy, o'yle. Shunaqa bo'lib qoladi. Xullas, nima deysiz? Bu video siz uchun bu video siz sal bo'lsa ham qo'rqitdimi yoki normalmi? Yo'q. Normal, ya? Normal. Xo'sh. Bo'lmasam endi abad 5-siga prям sanashda adashib ketaman. O'zing qo'rqayotgan hisoblasan? Yo'q, menga muhim emas bitta. Harakat qilmas. Men bitta. Ingliz yoziq, nimadirlar, takoy qo'shib. Чисто мучение bo'libdi. Eng qizig'i, Zuruga hozir ashita bu temaga aloqasi yo'q. Bu savollar, masalan, podpishchilar, o'zi ashita bu qahramon nima bu? Masalan, buni o'yinchog'ini ham ko'rib sotilayotgan, o'zi ashita qanaqadir bu o'nga o'xshagan personajmi nima bu? Bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Real men bu personajdan xabarim yo'q. Mana shu buni o'yinchoqlarni qanaqadir qo'rquv simboli qilib sotishayotgan boshqa narsa sotishyapti, o'zi ashita nima bu? Bilsanglar yozib qoldiringlar. Kutaman. Xo'sh, bu video siz uchun qo'rqinchli bo'ldimi yo normalmi? Tom and Jerry ko'rganda. Valla eng kulgili javob shu bo'ldi. No, realni. Как? Unaqa yo'q. Masalan, как o'zim eng ko'p cho'chishadigan odam men bo'lsam ham, lekin menga ham ta'sir qilmadi. Endi navbat 6-siga. Yana уже bu multfilm emas-da, o'zi. Yana qani kamerada so'ng qilishgan. Voy, bila. Bu odam lekin vроде odam lekin. Lekin yopishtirib qo'yishadi. Bile kameramni qilib ketdi. Voy bile. Kalta ekan. To'g'ri bo'lganda lekin odam cho'chish ehtimoli bor edi. Unda qisqa bo'lib qolgan. No, вроде mashina o'zi ham agar masalan tasavvur qiling, uxlab yotibsiz, o'zi keladi-da, takoy. Ya, Mirzam aka, masalan sizda qanaqa? Masalan, men qanaqa qo'rqinchli video ko'rgandan keyin, shunaqa yotgan paytingizda o'sha personajlar sizga ham esingizga keladimi? Qo'rqinchli personaj yoki hozirgi paytda yo'q, oldin bo'lgan. 10-13 yosh. Уже просто endi o'zi yosh odam. Hozir o'jisi keladi, qo'rqib yurishi bu. Juda ham kulgili. Ana endi navbat. Bila. Endi o'shan chiqib kelay endi. Lekin qulog'im ketdi lekin. Xronometrga qaramoqchi edim. Endi 10 minut o'tdi demoqchi edim. Yaxshi yarim to'q urib. No, qamayli. Navbat nechinchi keldik, bila. Jiran chaqirdim. Nechinchi keldik? 6mi 5mi? Voy bila. 7, da, ketdi. No, adashgan bo'lsam, to'g'risini yozib qo'yaman. Aytgancha, shoshmang. O'zi vashida bu videodan qo'rqdingizmi, qo'rqmadingizmi, salgina bo'lsa? Yo'q. Bila, bittagina sal cho'chidimi? Sal odam. Sal. Le, omadsiz ekanman. Mayli. Help me, yordam ber. Orqasida kimdir? Bunisi ham qo'rqmadingiz. No, ko'rayotgan odamlar tamoman cho'chadi, ko'rsa. So'lisi bu nima, qo'rqinchmi yoki normalmi? Qo'rqinchli emas, cho'chib ketadi odam, по-любому. Ha, bittasini tanlang endi. Yo'q, menda hozir qo'rqib bo'lmadi. Davom etamiz. Nega qo'rqinchlar bilasizmi? Nimaga? Biz borgan joylar bu videolardan qo'rqinchlar. Da, real. Olish kerak-da. No, menda aslida как video o'zida emas, mana aslida как videoda qo'rqotgan personajlarning o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman-da. O'shanda bilan agarda menda shunaqa bo'lganda men qanaqa bo'lardim deb o'shanga ketyaptim edi. Qanaqa ovoz bo'ldi? Takoy. Sichqonlar ovozi bo'ldi. No, bu ham qo'rqish emas demak. Yo'q. Hozir bitta bori bo'ldi faqat. Mirzam aka bilan qaytib raks solish kerak emas ekan, chunki baribir o'zi minus ko'rmaydi. O'zi ko'p qo'rqdingizmi deyman video davomida? Yo'q, bu siz qo'rqmaganingiz. Xullas, video oxirida bilib olasiz. Ket. Ana endi navbat 9-videoga. Wow!
Tasavvur qiling, siz prям uxlab yotibsiz, bilmayman, aslında как bu videolar nimagadir har doim uxlab yotgandan kelib chiqyapti kak. Tasavvur qiling, siz uxlab yotibsiz va shunaqa kimdir kelyapti. Prям ikkita o'rtog'ingiz hazillashyapti siz bilan. Va hazillashyapti deb bilaman-a, o'zingiz aytyapsiz-ku. Shunaqa yosh keldi. Hazillashyapsanmi? Ko'tiga deb qo'yasiz. Agar realniy videoga kelyapti-da, Mirzam aka oldilar, Mirzam aka qarab, "Ey, yoqaling, video prям bizning davrimiz ham o'tibdi-da, xafa u." Takoy. Lekin videolar yaxshi, zo'r tanlangan. Xo'sh, ani navbat oxirgi videoga. Like ham bosib qo'ysin-da. Обязательно подписка, like kerak. Yo, menimcha buni o'zlar bilib boshladi bo'ladim. Yo, xo'p, mana realniy savol. Like bosdingizmi hozir? Pastga tushib qarang, как просто shuning uchun YouTube'da hozir abonentlar bo'lgan va like bossangiz qanaqadir cho'li animatsiya bo'ladi. Buni как har xil ranglar bo'lib ko'rmaganmisizlar? Bo'lmasa bosib ko'ringlar. Ko'rdingizmi? Молодец. O'rtoqlar, ko'rasizlar, bir haftada 3 ta video chiqaramiz. Odamlar bir oyda 3 ta video chiqaramayapti. Bosish kerak обязательно. Da, просто поддержка qilinglar bo'ldi. Bo'lmasa oxirgi videoga o'tamiz. Bu. Like klinka. Tashvordimi shunda pastga? Ha, u. Bularning maskasidan Muhammadjon olgan maskalar bor. Shu qo'rqinchli. U maskani menga eslatmang. Qarachi g'orda yotibman. Bratalar kirib ketdi, maskani taqib, buni qarab qolmay. O'tdi ekan. Yebri. Voy bilan. Ana endi sizga videoning eng qiziqarli joyini aytaman. Agarda bu videoda siz 5 tadan ko'p videoda qo'rqsangiz, siz piyoz yeyish kerak edi. Agar 5 tadan ko'p videoda qo'rqmasangiz, o'sha piyoz mayishim kerak edi. Siz vaqtida bittasidan qo'rqdingiz. Men piyoz mayman. Qani piyoz? Piyoz yo'q, yoz chiqib olamiz. Bilay ko'zim ochib ketdi. Agarda sizlar meni ikkitadan ko'p videom ko'rgan bo'lsanglar, demak sizlar o'sha obuna bo'lishingiz kerak. Chunki sizlar bundan buyoq videolarni kuzatib borsanglar, obuna bo'lmasdan kuzatsanglar, endi bilasizlar 70% dan ko'p odam meni obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Shuning uchun o'rtoqlar, obuna qo'yinglar. Men juda ham qiziqarli video turibdi va bu video ham sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Shuning uchun hozir o'tib ko'ringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha, ciao. Vash qo'rqmadingiz?